$70 bolalaringiz bilan parkka borgan bo'larmidingiz? Yo'q deyishga shoshmang, chunki bu video oxirida fikringiz o'zgarib qolishi mumkin. Men bolalarim bilan bu parkka ikkinchi marta kelyapman. Dubayda joylashgan. Ikkinchi marta kelganimdan bilsanglar bo'ladi. Park menga ham, bolalarimga ham juda ham yoqadi. Attraksionlari bir-biridan zo'r. Bu yerda bizning bolaligimizdagi eng yaxshi ko'rgan multiklarimiz zonalari bor. Masalan, Shrek, Kung Fu Panda, Madagaskar, Smurfikini esa alohida o'zini xuddi multikdagidek qishloqlarini qilib qo'ygan. Nima deb o'ylaysiz? Bu videodan keyin fikringiz o'zgardimi? Dubaydagi Motion Gate parkiga o'zingizga ham, bolalaringizga ham $70 dan to'lab kelgan bo'larmidingiz? Attraksionlari bolalar uchun ham, kattalar uchun ham bor. Ba'zi attraksionlarda uchib yuragingiz shuvillab ketsa, ba'zi attraksionlarga kirib esa bolaligingizga qaytgandek bo'lasiz. $70 gina berib, o'zingizni bolaligingizga tushgandek his qiling. Chunki bu multiklarning ichiga kirib qolasiz.